Angreniklar, sizlarga yana Dukentdan tayyor uy topib qo'ydik. Shuna yo'l bo'yida, Dukent yo'lda ko'cha tomonda eshik ochilgan ekan, kirib ko'ramiz. Kirishimiz bilan bizni kichik koridor kutib oladi. Kichik emas, kengroq ekan. Bitta xona qo'shilgan, bu xonani ham kadastr dokumentlariga qo'shilgan ekan. Tayyor holatda, remontlari juda ham zo'r. Bu yog'i balkoni ham 6 metrlik keng, mana shunday patologlar qilib qo'yilgan. Bu yog'i zal, birinchi xonamiz. Zal ham keng, yorug', konditsionerlar qo'yib qo'yilgan, qoladi hammasi. Oynasi bor ekan, yorug' tushib turadi. Bu joyimizni yashash uchun ham, ofis qilish uchun ham juda ham qulay. Bu ko'cha eshigimiz, podyezddan kiradigan. Bu yog'i esa sanuzul. Yangi chiqqan vanna, Ariston, unitazlarda ham yangisidan qo'yib qo'yilgan. Bemalol kelib, mazza qilib yashasa bo'ladi. Xonamizda koridordan alohida mana bu yoqda oshxonamiz bor ekan, ikkinchi xonamiz. Oshxonamizda ham gaz plita, kuxnya mebellar hammasi qolar ekan. Bu domimizning narxini egalari 17,5 ming deyishyapti. Kelib ko'rib, savdolashib yana olasizlar. Tez sotaman profiliga obuna bo'lib qo'ying, e'lon berish hozir tekin bepul.